O'zbekistonda eng mashhur mashinalar tarixi va sirli faktlari. Do'stlar, nima uchun O'zbekistonda ko'pchilik Chevrolet mashinalarini tanlaydi? Bugun nafaqat mashhurligini, balki ularning tarixini va sirlarini ham ochib beramiz. Birinchi avtomobil Spark xalqning birinchi mashinasi. Avval Matiz edi, keyinchalik Spark uni o'rniga almashtirildi. Spark mashinasi yosh haydovchilar uchun qulay, yonilg'i tejamkor. Spark avtomobili O'zbekistonda ayollar orasida eng ko'p sotilgan model. Ikkinchi avtomobil Nexia 3 afsonaning davomchisi. Nexia 1 va Nexia 2 eski bo'lsa-da, 90 yillardan beri mashhur. Nexia 3 oddiy odamlar uchun arzon, ta'miri qulay. Nexia 3 Qozog'iston va Rossiyaga eng ko'p eksport qilingan o'zbek mashinasi. Uchinchi avtomobil Gentra keng salonli sedan. Gentra oilaviy hayot uchun mos, taksi sohasida ham juda ko'p ishlatiladi. Gentra nomi Koreyadagi Daewoo Lassetti'dan kelib chiqqan. To'rtinchi avtomobil Cobalt qudratli va keng. Cobalt uzoq safarlar uchun qulay va juda yumshoq mashina. Cobalt AQSh bozorida ham ishlab chiqarilgan, lekin u yerda Chevy Cobalt boshqa dizaynda bo'lgan. Beshinchi avtomobil Tracker, bu yangi zamonaviy to'lqin. Tracker suv bozorini egallab bormoqda. Tracker 2023-yilda O'zbekistonda eng ko'p sotilgan mashina bo'lgan. Mana mashhur mashinalar haqida ham gaplashib oldik. Endi sizga savol bor. Sizningcha kelajakda qaysi mashina eng mashhur bo'ladi? Elektrmi yoki benzinlimi? Fikringizni izohlarda yozing. Sizlar bilan Mashina dunyosi kanali bo'ldi. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.